Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda mega aksiya boshlandi. Payariq City'da Qurbon hayiti munosabati bilan Bekzod aka hozir ajoyib chegirmani aytadi. Kuzatishda davom etingizlar. Bekzod aka, ishlarni ko'ryapmiz, zo'r, kostyumasan yaxshi ketyapti. Hozir biz podushka quyish jarayonidamizmi? Karkaslar to'qilgan. Hozir karkas to'qish jarayonida, xudo xolasa to'qib bo'lgandan keyin podushkaga beton to'kiladi. Undan keyin etajlar ko'tarish boshlanadi. Kolonlar, rigel. Bundan keyin ishlarimiz tezlashsa kerak. Eng asosiy vaqt oladigan narsa qurilishda o'zi shu, kotlavandan chiqish jarayoni. Eng qiyin jarayoni shunaqa bo'ladi. Mana shunga hamma fokus berilishi kerak, chunki odamzod taqdiri mana shu yerda yotibdi hozir. Xuddi shunday, hozir shu jarayonlardan o'tib oldik, xudo xolasa, endi ishlarimiz tezlashib ketadi. Zo'r. Qurbon hayiti munosabati bilan aksiyaga keladigan bo'lsak, uni 7 yil muhlatda bo'lib to'lash. Muddatiy to'lov 7 yilga foizsiz. Foizsiz. Faqat oylik to'lovi 2.900.000 so'mdan tushadi. Oylik to'lov 2.900.000 so'mdan. Xo'p, bunga yana qanaqa shartlari bor? Shartlari boshlang'ich to'lovi 30 million. 30 millionni ham 3 oy muhlatda bo'lib to'lash imkoniyati bor. Wow, zo'r-ku do'stlar. Boshlang'ich to'lov 30 million so'm bo'lyapti, lekin o'sha 30 millionni ham siz 3 oy mobaynida bo'lib to'lab berar ekansiz. Birdaniga to'lash shart emas. Aksiya o'z kuchida qoladi shunda. Albatta. 30 million to'lov qilganlarga kvadrat metr narxi arzonlashgan bo'lganligi uchun hozir 2.900.000 so'mdan chiqyapti oylik to'lov. Xuddi shunday. Yana bitta savol beraman. Bu uylarimiz qachon bitadi? Endi sizdan eshitgan yaxshida, quruvchidan eshitay deydi ko'pchilik. Xudo xolasa mana hujjat ishlarimiz tugadi. Qiyin jarayonlardan o'tib oldik. Bu yoq endi tezlashib ketadi. 2027-yilda topshirishni rejalashtirganmiz, xudo xolasa topshiramiz. 2027-yil o'z egalariga xonadonlar topshiriladi. Fasadlari juda ham chiroyli tarzda ta'mirlangan holatda, tom qismlarida quyosh panellari bo'lgan, ikkita lift xizmatingizda bo'ladi va uylarimiz korobka holatda topshiriladi. Korobkani bitta o'zingiz tushuntirib bersangiz, ko'pchilik korobkani uncha tushunmaydi. Umuman splashnoy bir kvadratda beriladi deb tasavvurga ega bo'ladi. Yo'q, korobka holatda deganimiz bu tashqi derazalar, pod'ezd eshigi o'rnatiladi, tashqi kommunikatsiya ishlari har bir uygacha keladi. Ya'ni tochkalar kirgiziladi, suv, gaz, svetlan tochkasi kirgizib berasiz. Xuddi shunday. Uylarni, xonalarni pergorodkalari bo'linadi, keyin qora shuvoqdan chiqarib beriladi. Mabodo o'sha oluvchilar tomonidan xonani planini o'zgartirmoqchi bo'lsa, birov xonani kattaroq, maydaroq shunaqa o'zgarish bo'lsa, ular ham qilib beriladi. Odamlar masalan patkulch holatda so'rash ehtimoli ham bor, so'rayapti ham. Ta'mirlangan holatda. Unisi faqat 2027-yil topshiradigan bo'lsak, o'sha topshirish jarayoniga yaqinlashgan paytda bizani olgan mijozlarga arzon narxda, o'zini xohlagan dizayni bo'yicha ko'cha narxlaridan ancha arzondan, faqat uni ham rastrochka sifatida pulini to'latib, remontini ham qilib berishimiz mumkin. Вообще zo'r do'stlar. Просто like arziydi. Qarangizlar. Ham korobka holatda xarid qilishingiz mumkin. Kimgadir ta'mir kerak bo'lsa, ta'mirlarni ham qilib beramiz deyapti. Bu qurilish bitgandan keyin o'sha alohida kelishiladi. O'sha ta'mirlash pulini ham siz rasrochga, ya'ni muddatiy to'lovga to'lab borishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r imkoniyat. Xo'p, boya aytib o'tdingiz, o'sha bu devorlarni ham mijozni ehtiyojiga qarab, istagiga qarab bo'lib berasizlar. Kimdir studiya qilishi mumkin, kimdir xohlaganiga qilib, ular chizib bersa, o'shani qilib bo'lib berish imkoniyatlari ham bor. Xuddi xonalar devorlari. Zo'r. Jarayonni bir yaqinlashtirib olsangiz ham bo'ladi. Mana armatura to'qish jarayonlarini. Keling, mana shu yerdan bitta ko'rsating. Armaturalarimizda bitta ko'rsatib o'ting. Ishlar ketyapti. Keyin bu tarafda beton zavod, mashinni kranni joyi. Hozirgi olingan odamlarning joyi bu taraf. Bu yerda ikkita etapimiz bor. Mana ikkinchi etapimizda kotlovan qismi ham. Ana hozir mijozlarga tushuntirish kerak. Ana shu kotlovanimizda, misol uchun mana chuqurligiga e'tibor bersak, shuncha chuqurlikda bo'ladi-da, undan keyin toza tuproqda yana qayta zasipka qilinib, qatlamlari, xulosalari olinib, undan keyin yana podushka, armatura xuddi mana shunday balandligida chiqish kerak-da. Bu hali sotuvga chiqqani yo'q-a? Sotuvga chiqqan yo'q. Endi xudo xolasa qo'yamiz. Buni. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Ko'rib turganingizdek, Payariq City'da ishlar jadal sur'atlarda davom etmoqda.
Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilib, ushbu joydan siz xonadon xarid qilishingiz mumkin. Asosiysi ishonchli va sifatli qurilish. Hammaga tavsiya etamiz, payariqliklar, layklarni portlatamiz. Hammaga rahmat.